Yo'q. Demak, tug'ilgan kuni bilan men kutgandek o'yin namoyish etolmadi. Endi o'shaga harakat qilishdi. Hozirgi darajasi o'sha men va menga o'xshagan juda ko'p muxlislar kutgan darajada emas. Uni xohlashyapti, o'shanaqa futbol ko'rsatishni xohlashdi menimcha, lekin o'xshamadi. Bunga endi turli xil sabablar bor. Masalan, juda kam yig'in vaqti juda kam bo'lganligi, Katanis futbolidan Temur Kapadzening futboliga ko'chib o'tish uchun bu bitta o'yin, bitta yig'in bilan emas, bu vaqt talab etiladi. Balkim o'shangadir. Lekin mening o'ylashimcha o'sha yirik hisobda g'alaba kutuvdik. Minimal hisobda g'alaba qozondik. Yirik hisobda ham g'alaba qozonish mumkin edi. Shu masalan penaltini gol urganimiz, golga aylantirganimizda yoki Eldorning golini masalan o'yindan tashqari holat bo'lmaganda, masalan hozir butunlay muxlislar tarafidan o'sha o'yinni qabul qilishi boshqacha bo'lgan bo'lardi. Endi qanday bo'lsa shunday bo'ldi. Muhimi g'alaba, hozir ochko yig'ish muhim. Eronga qarshi o'yinda nima kutyapsiz? Masharipovning yo'qligi jamoamizga ta'sir qiladimi? Masharipovdek futbolchining yo'qligi nafaqat Eronga, har qanday jamoaga qarshi o'yinda ta'sir qiladi. Endi buning Masharipov o'rnini qanaqa to'ldiradi, bu murabbiyga bog'liq, tanlangan taktikaga bog'liq. Masharipov yo'q, endi aniq Eronga yutqazamiz demagan bo'lardim. Masharipov bilan ham yutqazishimiz mumkin, Masharipsiz ham g'alaba qozonishimiz mumkin. O'sha 2014-yilgi jahon chempionati saralashida 2012-yil o'sha oktyabr oyida edi, adashmasam, Eron ustidan g'alaba qozonganmiz. Murabbiy Mirjalol Qosimov edi. O'shanda Odil Ahmedov yo'q edi. O'sha paytda milliy jamoamizning eng yorqin futbolchisi edi. O'sha jarohat olib kuzdagi o'yinlar o'tkazib yuborgan. Odilsiz ham g'alaba qozonganmiz. O'shaning uchun nimaga endi g'alaba qozonish taqdirimizda bo'lsa, Masharipovsiz ham boshqasiz ham g'alaba qozona olamiz. Lekin oson o'yin bo'lmaydi. Bu aniq oson o'yin bo'lmaydi, chunki biz bilan hattoki durang g'alabani qo'yib turgan, hattoki durang natija Eronni rasman jahon chempionatiga olib chiqadi. Ozodiyda buni bayram qilib nishonlash xohlashyapti ular. O'shaning uchun biz hech qanaqasiga oson o'yin kutgani yo'q.